Gapimiz chala qolib ketdi. Menga zahar bergan tabib kim ekan? Sizga zahar bergan tabib Ichimni qizdirmasdan tezroq ayt. Kim ekan u zahar bergan odam? hozir kelib qoldi mana. Shu joymi? Ha, yetib keldik. Kelavering. To'xta. Qo'lini baylab qo'yganmisan? Baylab qo'ymasa qochib ketadi-yu. Bor qo'lini hech qaqa qochadi. Qochib qutula olmaydi bizdan. Menimcha sen adashibsan. Bu odam menga yordam bergan odam-ku. Adashganim yo'q. Zaharni ham shu odam bergan ekan. Hamma yigitlar xafa qildiring meni. Mana odamingiz 5 soat bo'ldi baylab qo'ygan ekan. Qo'llarim uzilib ketaydi sovuqda. Zahar tayyorlab berganimni tan olaman. Bilmagandim sizligingizni. Shifosini ham topibsiz-ku mana. Berdim-ku dorisini ham. Va qiynamanglar unaqa, bilmagandim men. Bundan ko'ra nevaramga rahmat aytib qo'ying. Bu paytgacha ichacha sitilib ketardi. Yaxshi ham nevaram tanib qoldi. Bo'lmasam bu paytgacha yer tagida qut-qumsqalar yem bo'lib yotgan bo'lardi. Shukr qiling ozgina. Mayli. Bo'lar ish bo'pti. Jonni faqat yaratgan oladi. Sizga ham rahmat. Kechirdim. Azizbek, bu odamni uyga olib borib qo'yamiz. Ikkinchi bezovta qilma. Rahmat tushunganlari uchun, lekin haligi odamlaring yana telefon qilyapti, dori tayyorlab berdi. Yana aloqaga chiqyaptimi? Yigitlar, bundan bag'iga sizga faqat shifo bo'ladigan dori beraman. Ana shogirdlaringning pulini olamiz. Yigitlar, kelinglar. O'ng oyoq bilan kirasiz, bir xonaga kiryapsiz. Xo'p. Hozir sizga zahar tayyorlatgan bola o'zi kelyapti. Lekin men sizga bundan bag'iga xotiringizni mustahkamlaydigan, zehningizni o'tkirlaydigan dori tayyorlab qo'yganman. Mana alohida sadaqaga solib qo'yganman. Shuni aralashtirib qo'yib ichaverasiz, tushunarlimi? Tabib ota. Hozir sizlar orqaga jo'nashib ketaveringlar. Keyin gaplashamiz. Boshliq, shu yerda shunday ushlaylik. O'zi oyog'i bilan kelib qoldi mana. Biroz shoshmay tur. Hali qiladigan ancha ishlarimiz bor. Ketdik. Keling ona. Salom. Biz kelyapmiz, buyuring. Ana doringizni dozasidan ko'proq qo'shasiz. Tezlashtiraylik. Bag'dan tashlabman. Tayyor qilib qo'yganman. Qancha pul siz beraman? Tezroq qutulishim kerak. Bag'dan tashlabman. Shunaqa kuchlisan tayyorlab qo'yganman mana. Ammo 1-2 hushidan ketadi. Ko'p olmanglar sizlar. Oling. Ana kuchli-ya. Buni yaxshi boring. Ye.